Assalomu alaykum, musofirda yurgan vatandoshlar. Moskva, Toshkent, Samarqand, Navoiy, Buxoro viloyatlariga seshanba, juma kuni qatnayotgan reyslarimiz mana komfortabilniy avtobuslarimiz xudo xolasa bugun Moskva metro Katennikidan prямо Toshkent, Samarqand, Navoiy, Buxoro bo'lib chiqib ketyapti aziz yurtdoshlar. Oxirgi manzil Karvon bozor Buxoroga qarab. Mana. Aka, qalay ekan avtobus? Zo'r, assalomu alaykum. Alaykum assalom. Xudo xolasa kelib joylashib oldik, mana xudo xolasa. Vatandoshlarga nima deysiz aka? Tavsiya qilsa bo'ladimi-kin? Bo'ladi, xudo xolasa. Komfortligi rostmi-kan aka? Sog' bo'ling. Yaxshi, sharoitlar zo'r, barakalaverasizlar. Xudo xolasa sog' bo'ling, salomat. Xudo xolasa mana konditsioner, televizor, video nablideniya hamma yo'q ishlayapti aziz yurtdoshlar. Yo'lga chiqqandan keyin xudo xolasa mana televizorlarni qo'yib beramiz. Vatandoshlarimiz mana kamera nabludeniyada to O'zbekistonga yetib borguncha nazorat ostida turadi aziz yurtdoshlar. Sog' bo'linglar, salomat bo'linglar. Kanalimizdan uzoqlashmanglar.